vodorod bor. Fosfodifil bor. Ha? Ayirsak deyapti. 542 chiqyapti deyapti. To'g'rimi? Endi qara, formulada vodorod bor, aerofosfodifil bor, teng guanin plus 2 degan. Mayta chiqqan raqam guanin plus 2 chiqadi degan. Demak, 542 dan biz 2 ni ayirib olsak, 540. nima bo'ladi? Guanin. To'g'ri, mana guanin 540. Demak, sitazina 540 bo'ladi. to'g'rimi? Endi adenin mana umumiy nukleotidlar adenin 20% deyapti. Adenin 20%, Timin ham 20%. timin ham 20%. Guanin sitazina necha foizdan? 30%dan. Tushunarli? Endi adenin nechtaligini topishimiz kerak. Buni qayerdan topamiz? Mana guanindan topib olamiz. 540imiz 30%, 20%imiz qancha? 540 ni 20 ga ko'paytiramiz, 1080 30 ga bo'lamiz. 360. Demak 360. Mana adeninimizda ham soni chiqdi 360 ta. Demak timinimiz ham 360 ta, to'g'rimi? Endi mana so'rayapti. DNKdagi jami vodorod bog'lar sonini toping. Qaranglar, vodorod bog'lar ikki xil usulda topamiz. Birinchi usuli guaninimiz 540 ta, to'g'rimi? Guanin sitazina orasida nechta vodorod bog' bor? 3 ta. 3 ta. Ko'paytirsak 540 ni 3 ga 1620. adeninimiz 360 ta. Adenin timin o'rtasida ikkita vodorod bog' bor. 720. Ikkovini qo'shib qo'ysak 2240 ta bo'ladi. 2240 ta vodorod bog'. Mana topdik. Birinchi usuli. Ikkinchi usuli hammasini qo'shamiz. 540 ta 540 1080. 1080 360 ga 360 720 bir-biriga qo'shsak 2240. 1080 720 1800 ta jami nukleotid, to'g'rimi? Endi formulamiz bor edi. Nukleotid plus guanin teng vodorod bog' edi. Endi shunga 500 Bizda nukleotid 1800 ta, guaninimiz nechta? 540. 540 ta. Qo'shib qo'ysak 240. Mana. Xohlasak bu usulni, xohlasak bu usulni. Tushunarli? Mana tushunish uchun yaxshi. Keyinchalik oson usulda topish uchun mana oldin tushunib olish kerak. Tushunarli? Ikkala usulda ham bo'lasizlar. Keyin kimga qaysi usul qulay bo'lsa, o'shanda ishlayverasizlar.